Miyamı qon qildi deb remont qiladi. O zaman o'tib ketgan. Olmasan yangisini chaqirtirib beraman. Nima bo'ldi? Ya ko'rmasanmi buzilib qolgan, ama remont qilib berdi. Uni remont qiladigan zaman o'tib ketgan-ku. Boshqa yangi olaman. Bormi ev tanishlar o'zini? Bormi? Berchi nomerini telefon qiladi uchun. Alo, assalomu alaykum. Rahmat, tuzumisiz? Bu Texnobozor avtobus kalatimi? Ha, to'g'ri. Aka, bizga kirmoqchi kerak edi. Ne bir yaxshisidan bir o'zingiz tavsiya qilsangiz. Hozirgi shu Bernatsini chiqayotgan Brando kompaniyasini o'rtacha oqimini devorda Ama bizda mashina yo'qdi, dastlabki xizmatlari ham bormi? Bo'ldi, masalan, yaxshisidan bizga 9 kilolikmi, 10 kilolikmi bormi sotuvda? Bo'ldi, bizga kakraz ashidan kerak edi. Jigar jo'natib yuborasizmi, olmasam kutamiz. Bo'ldi, kutaman. Hop, chacham. Mana aka, xotin muammo hal bo'ldi. Yo'q aka. Ya, mana Texnobozordan ham kirmoqchimiz kelibdi. Onasi, kirmoqchilar zo'r keldi. Yangi samolyotlar yaxshida. Dastlabki bittasi keldi ham, juda tez qolmadi. Xotinim mana dada qilib chiqib ketuvdi kelishiga oldi. Yangi to'p qo'yamiz-da. Bo'ldi. Remont zaman tugadi. Go'zalligini qarang. Masli kirmoqchi ya. Yana badar o'tib kelgan tanjani sog' bo'lsa mana. Ko'chaga chiqmasdan kirmoqchina yetib keldi. Aman asasi joyida. Ey gap yo'q. Jigar, sizga ham shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, Texnobozor avtobus kalatiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Charchamani, sog' bo'linglar.